O'zbekistonda xalqaro moliya tizimiga integratsiyalashish yo'lida yangi bosqich boshlanmoqda. Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun qabul qilinib, kuchga kirdi. Demak, bugungi suhbatimiz mavzusi Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun haqida bo'ladi. Bu hujjat nega muhim? U qanday yangi huquqiy muhit yaratadi va nima uchun ekspertlar uni O'zbekistonning xalqaro moliyaviy hubi bo'lish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholamoqda. Mavzu yuzasidan bugungi suhbatdoshimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi a'zosi Muhammadjon Valiyev. Assalomu alaykum. Podkastimiz davom etadi va studiyamiz mehmoni Muhammadjon Valiyev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Va mavzu yuzasidan birinchi savolim, aytingchi, mana shu sodda qilib aytganda, markazning o'ziga xos tarafi nimadan iborat? Avvalo aytish kerakki, mana davlatimiz rahbari tomonidan Toshkent xalqaro moliya markazi faoliyatiga doir bo'lgan konstitutsiyaviy qonun imzolandi va bu alohida ta'kidlash kerakki, so'nggi qariyb 10 yil davomida mamlakatimizda olib borilayotgan ishlar, iqtisodiy sohadagi olib borilayotgan ishlarni bir mantiqiy davomi sifatida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonga butun dunyoda qiziqish oshib bormoqda. Mamlakatimizda mana katta yirik korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilyapti, investitsiyalarning hajmi oshib boryapti, turli sohalarga investitsiyalar kiritib borilyapti va aynan shundan kelib chiqqan holatda bugungi kunda Toshkentda alohida bir moliya markazining faoliyatini yo'lga qo'yish va uni ushbu moliya markazida chet ellik mana shu katta bir global investorlar, banklar, xalqaro moliya tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish uchun demak maxsus alohida demak huquqiy rejimni demak yo'lga qo'yilishi hamda alohida demak kafolatlar, albatta investor kelgandan keyin o'sha uni kafolat bo'lishi kerak, unga berilayotgan kafolatlarni o'zida aks etadigan demak normalarni yuzaga kelishi, bu bilan bir qatorda alohida tijorat demak sudini faoliyatini yo'lga qo'yilishi, asosiysi kelayotgan mana shu demak investorlar uchun ham barcha mana shu xalqaro moliya tashkilotlari, banklar uchun bugungi kundagi eng asosiy katta kerak bo'lgan masala bu ishonch, ya'ni ishonchga bo'lgan investitsiya sifatida bu qonunni ko'rishimiz mumkin va bu qonunda demak amalga oshishi bugungi kunda mana shu bu xalqaro moliya markazi faoliyatini demak yo'lga qo'yilishi juda ham katta bir mamlakatimizni iqtisodiyotiga o'zini ijobiy ta'sir qilishi, shu bilan bir qatorda mintaqamizda demak moliyaviy bir hubga aylanishi demak kutilmoqda. Xorijiy investorlarni qiziqtirishi, o'ziga jalb etishi deganda, ya'ni bu yerda bir loyihaning yoki bo'lmasam o'sha markazning o'ziga xos tarafini aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha aytaylik huquqiy o'ziga xos jihati. Bu yerda o'sha boshqa mamlakat huquqiy tamoyillari amal qilar ekan. Bu bizning qonunchiligimizga zid kelib qolmaydimi? Rahmat savol uchun. Yo'q, bizning qonunchiligimizga zid kelmaydi. Avvalo ushbu demak Toshkent xalqaro moliya markazi faoliyatida birinchi o'rinda albatta O'zbekistonda qonunchiligi, O'zbekistonda demak konstitutsiyasi, boshqa mana qonunlar nazarda tutilgan va shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 15-moddasiga demak kiritilgan bu yagona huquqiy makon doirasida demak konstitutsiyaviy qonun bilan maxsus huquqiy rejim o'rnatilishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Demak shundan kelib chiqqan holatda ushbu demak makonda demak amal qiladigan, ya'ni aynan mana shu moliya markazida amal qiladigan bu iqtisod, tijorat yo'nalishidagi demak umumiy mana shu qoidalarni tushunishimiz kerak. Boshqa masalalarda albatta o'sha milliy qonunchiligimiz bu barcha sohalarni qamrab olgan, milliy qonunchiligimizni qo'llanilishi bu demak o'z navbatida birinchi o'sha konstitutsiyamiz, mazkur konstitutsiyaviy qonun demak ustun ekanligini ko'rsatib turibdi. Ya'ni aytmoqchisizki, xorijiy investor O'zbekistonga o'sha investitsiya kiritmoqchi, Toshkent moliya markaziga murojaat qilganda u yerda Angliya o'z huquqiga amal qiladi va unga ishonadi hamda bemalol qo'rqmasdan faoliyatni yo'lga qo'yishda albatta kafolat mexanizmi borligi bu unga ishonchni yanada oshirishga xizmat qiladi-da. Tushunarli. Rahmat. Muhammadjon aka, markazda alohida sud tizimi ham joriy etilgan. Ya'ni o'sha alohida sud deganda bu markaz ichidagi faqatgina o'sha iqtisodiy va moliyaviy yo'nalishlardagi ishlarni ko'rib chiqishga qaratilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim,
investorlardan biri o'sha shu markaz hududida faoliyat yuritayotgan biron bir jinoyat sodir etib qo'ydi. Insonlar har xil bo'ladi. Bu holatda uning o'sha jinoiy ishi moddasidan kelib chiqib, aynan shu sud emas, balki o'zimizda O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra uni o'sha O'zbekiston sudlari tomonidan yoki bo'lmasam o'sha qonunchilik tomonidan unga nisbatan baho beriladi, shundaymi? To'g'ri ta'kidladingiz. Haqiqatdan ham ushbu demak Toshkent xalqaro moliya markazi negizida alohida Toshkent xalqaro tijorat sudi faoliyati ham yo'lga qo'yilyapti. Lekin ushbu demak sud faqatgina o'zini ixtisoslashuvi bu iqtisodiy masalalarda, tijorat masalalarida demak nizolarni ko'rib chiqishga demak yo'naltirilgan. Endi jinoyat sohasida bu ma'muriy huquqbuzarliklar bo'ladigan bo'lsa yoki jinoiy holatlar yuz beradigan bo'lsa, bunday masalalarda demak ushbu Konstitutsiyaviy qonun 29-moddasida ko'rsatib o'tilgan. Bunda maxsus vakolatli organlarga mana shu O'zbekiston milliy qonunchiligi asosida O'zbekiston sudlariga murojaat qilinadi. Tijorat sudi esa bevosita aynan mana shu markazdagi faoliyat yuritayotgan korxonalar deylik, ularning o'rtasida turli xil bir nizolar yuzaga keladigan bo'lsa, bu mehnatga oid nizolar bo'lishi mumkin yoki bankrotlik masalasi bo'lishi mumkin. Shu kabi holatlar agar yuz beradigan bo'lsa, demak mana shu Toshkent xalqaro arbitraj sudi ko'rib chiqishi nazarda tutilmoqda va bu sud ham demak ikkita bosqichda faoliyat yurishi, birinchi instansiyada ko'rib chiqilishi va uni demak apellyatsiyada ham ko'rib chiqilishi nazarda tutilgan. Bu bevosita demak xalqaro tajribadan kelib chiqqan holatda, shu bilan bir qatorda bugungi kunda aynan mana shu Toshkent xalqaro moliya markazi kabi moliyaviy markazlarda o'zini bergan ijobiy tajribasidan kelib chiqqan holatda qo'llanilmoqda va demak bu asosiy yo'nalishi, ushbu sudlarning asosiy yo'nalishi iqtisodiy huquqiy yo'nalishlarga qaratilgan. Boshqa masalalar esa O'zbekistonning milliy qonunchiligida asosida O'zbekiston sudlari tomonidan ko'rib chiqilishi belgilanmoqda. Tushunarli, rahmat. Investorlar uchun eng qizig'i bu soliq siyosati. Markazda investorlar uchun qanday imtiyozlar berilmoqda? Umuman olganda soliq masalasi juda ham muhim hisoblanadi. Albatta kimdir o'zini mablag'ini demak ishonib topshirar ekan, albatta u birinchidan mablag'ini demak kafolati va berilayotgan imtiyozlarga alohida e'tibor qaratadi. Va bu kabi yirik loyihalarda albatta investorlar uchun jozibadorlik masalasi juda ham muhim. Biz ko'rishimiz mumkinki, mana bugun butun dunyoda juda ham ko'plab moliya markazlari faoliyat yurityapti. Ularning ichida bir samarali faoliyat yuritayotgan ko'plab moliya markazlari bor. Ularning tajribasidan kelib chiqqan holatda albatta investorlarga demak bir qator kafolatlar nazarda tutilgan, imtiyozlar nazarda tutilgan. Jumladan bizning qonunchiligimizda ham aynan mana shu investorlar, bu yirik investorlar uchun, xalqaro moliya tashkilotlar, banklar uchun demak soliq imtiyozlari, bu o'sha mulk foyda solig'i, ijtimoiy soliq masalasi albatta mana shu qonunchiligimizda aks etgan va endi investor mablag'ini ishonib topshirgandan keyin albatta u ertaga bu shartlar o'zgarib ketmasligi masalasi uning uchun juda ham muhim. Demak bu demak mana shu investorga berilayotgan imkoniyat, imtiyoz ertaga bekor bo'lmaydimi degan masalaga ham alohida urg'u beriladi va bu ham demak qonunimizda aks etyapti. Demak investorda demak ana shu berilgan kafolatlar, imtiyozlarni himoya qilinishi ham bevosita kengash tomonidan demak bu masala alohida kengashda demak tomonidan e'tiborga olinishi ko'zda tutilgan. Shu bilan bir qatorda muddatlar o'zgarmaydi yoki yangi qo'shimcha soliqlar demak joriy qilinmaydi va asosiysi bu 50 yil muddatda mana shu imtiyozlar beriladi. Qancha albatta mablag' ko'proq bo'ladigandan keyin albatta foyda olishga ham ma'lum bir vaqt ketadi va ko'p vaqtni talab qiladi. Shundan kelib chiqqan holatda demak xalqaro tajribadan kelib chiqqan holatda mana shu muddat va imtiyozlar nazarda tutilgan. Biznesda har qanday holat bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'sha kafolatlar haqida gapirilganda, mabodo investor pul tikdi, faoliyat yurityapti, lekin ertaga uning mol-mulki olib qo'yilmasligiga kafolat bormi? Ha, juda ham o'rinli savol berdingiz. Uni mol-mulki olib qo'yilmaydi. Bu demak mana shu qonunda
alohida aks etgan kafolat mexanizmlari Konstitutsiyaviy qonun 6-moddasida batafsil ko'rsatib o'tilgan. Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz, har qanaqangi investor uchun o'sha mulk kafolati juda ham muhim hisoblanadi va bunda nima asosida mana shuni demak mulki himoya qilinmoqda, ertaga u o'sha o'zini demak topgan foydasini, mol mulkini qanday himoya qilishi masalasini albatta investor diqqat bilan o'rganadi va aytish kerakki, bizda mana shu alohida himoya qilish uchun aynan bir oddiy hujjat emas, aynan mana shu konstitutsiyaviy qonun darajasida eng yuqori himoya mexanizmi berilayotganligi albatta juda ham katta bir kafolatni ko'rsatib beradi. Shu bilan bir qatorda uni demak o'sha mol mulkini demak foydasini, mana shu daromadini demak olib chiqish imkoniyatlari ham mana shu qonunda aks ettirilmoqda va yana bir jihatga menimcha to'xtalish kerak. Bu endi investorlarning o'rtasidagi turli xil holatlar ham bo'lishi mumkin. Bu bevosita mana pul yuvish bilan bog'liq masalalar bo'ladigan bo'lsa yoki terrorizmni moliyalashtirish kabi masalalar agar yuz beradigan bo'lsa, endi buni alohida ko'rib chiqish tartibi ham qonunda demak aks etyapti. Demak, bu o'sha demak tijorat Toshkent xalqaro tijorat sudi tomonidan ko'rib chiqilishi, shu bilan bir qatorda investorda keyinchalik yana murojaat qilish masalalari ham batafsil yoritib o'tilgan. Har qanday holatda ham investorda demak huquqlari kafolatlanadi va eng katta demak hujjat bilan O'zbekiston Konstitutsiyaviy qonuni bilan himoya qilinishi demak aks ettirilyapti. Muhammadjon aka, Toshkent xalqaro moliya markazi tabiiyki xorijlik mutaxassislarni talab qiladigan o'ziga xos bir katta maskan hisoblanadi. Demak, bu yerga chet eldan o'z ishining ustalari, mutaxassislar kelib ishlashi ham kutilgan. Ular uchun qanday imkoniyatlar, imtiyozlar bor? To'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatdan ham demak markaz faoliyati demak yo'lga qo'yilishi albatta mana shu o'zini sohasida katta tajribaga ega bo'lgan, o'zini sohasida yutuqqa erishgan ilg'or mana shu xorijlik mutaxassislar bilan birgalikda yo'lga qo'yish nazarda tutilmoqda va aytish kerakki, bunda albatta ularga ham bir qator yengilliklar, imtiyozlar berish ko'zda tutilgan. Bu bevosita mana shu Konstitutsiyaviy qonunda aks etgan. Jumladan mana viza masalasi. Albatta bugungi kunda viza deganda biz o'sha elchixonaga borish, bir uzoq bir vaqt talab qiladigan bir qiyin jarayon viza olishda shuni demak tushunamiz. Lekin aynan mana shu moliya markazida faoliyat yuritadigan mutaxassislarga bir qator yengilliklar berish nazarda tutilgan. Ya'ni osonlashtirilgan tartibda viza olish masalasi, buni demak bevosita demak mana shu xalqaro aeroportda viza olishga imkoniyatlarni yaratish, shu bilan bir qatorda vizani muddatini ham 5 yil muddatda demak viza taqdim qilish mana shu mutaxassisga, oila a'zolariga va shu bilan birgalikda keyinchalik vizani muddatini uzaytirishda ham bevosita aynan mana shu moliya markazida turib viza muddatini uzaytirish kabi imkoniyatlarda aks ettirilyapti. Lekin bundan tashqari ham bir qator imkoniyatlar, jumladan mana shu ishga demak mana mutaxassislarda ishlash uchun ruxsatnoma demak talab qilinmaslik masalasi. Bu ham eng o'sha malakali mutaxassislarni jalb qilishga, ko'proq mana shu sohalarni rivojlantirishga, ayniqsa mana shu iqtisodiyot, tijorat yo'nalishida katta tajribali mutaxassislarni bir joyga jamlash, ularni ertaga demak faoliyatini uyg'unlashtirishga ham alohida urg'u qaratilyapti. Muhammadjon aka, oddiy qilib aytganda, sodda qilib aytganda, mana shu markaz yurtimiz iqtisodiyotiga, O'zbekistonga nima beradi? Rahmat, juda ham bir muhim savolni berdingiz. Aytish kerakki, mana umuman mana shu Toshkent xalqaro moliya markazi faoliyatining yo'lga qo'yilishi bu aytish kerakki, mamlakatimiz iqtisodiyotini o'sishiga bir qadam sifatida ko'rishimiz mumkin. Mana oxirgi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyoti o'sib borayotgani hammamiz guvohi bo'lmoqdamiz. Jumladan yalpi ichki mahsulotimiz hozirgi kunda mana 180 milliard AQSh dollaridan oshdi va yangi marralar belgilab olingan va ularga yetish uchun bir qator ishlar amalga oshirilyapti va demak bu kabi loyihalarni, katta yirik loyihalarni amalga oshirilishi albatta o'z navbatida birinchi ham iqtisodiyotimizni o'sishiga o'zini hissasini qo'shadi. Investorlarni jalb qilishga, investitsiyani miqdorini, mana shu mamlakatimizga kiritilayotgan investitsiya miqdorini bir necha marta oshishiga sabab bo'ladi, turtki bo'ladi va shu bilan bir qatorda
Mana hozir yuqorida aytib o'tdik, mamlakatimizga xorijdan malakali mutaxassislarni jalb qilamiz va albatta u mutaxassislarni demak ular bilan birgalikda o'zimizni yoshlarimiz, o'zimizni demak mana shu soha yo'nalishidagi mutaxassislarimiz birgalikda faoliyat yuritadilar. Ularga ham yangi bugungi kundagi bilimlarni olishga, yangi tajribalarni o'rganishga, malakalarini oshirishga, o'zini ustida ishlashga imkoniyat yaratib berilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, eng asosiysi O'zbekiston mana shu mintaqamizni moliyaviy hubiga aylanmoqda va ushbu moliya markazi albatta O'zbekistonni rivojlantirishiga, iqtisodini rivojlantirishga, aholimizni farovon turmushiga bir katta bir qadam sifatida ko'rishimiz mumkin. Qiziqarli suhbat uchun rahmat. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat.